Assalomu alaykum. 22 avgust 2026 Sizlar suvlar yaqin joyda. Bizda barglarda kuyish. Bu mana chetidan kuyib keladi. Buni zang kasalligi bilan ajratib olishimiz kerak. Buni farqi bor. Biz tuproq tarkibi, suv tarkibidagi mikroelementlarga e'tibor berishimiz kerak mana shunaqa holatda. Bu zang emas. Va hozirgi vaqtda qiladigan ishim mana kelasi yil meva beradigan kurtalarni nazorat qilyapman. Kurtalarimiz yaxshi. Kurtalarda to'kilish yo'q. Agar kurtalar to'kiladigan bo'lsa, mana terimdagi bitta mevalari qoldi. Terimdan keyingi suspensiyasi bor. 10 sentyabrdan boshlaymiz. Ana shungacha tekshirib nazorat qilib turishimiz kerak. Oxirgi suvi haqida ma'lumot 20 avgustdan suv bermaymiz.